K-pop idollarga qarab, ba'zida ular qanday qilib bunchalik ideal ko'rinadi deb o'ylaymiz. Lekin bu ideal yuzlar ortida aslida nima bor? Bugun Koreyaning dunyoga mashhur go'zallik standartlarining boshqa, unchalik ham chiroyli bo'lmagan tomonini ko'rib chiqamiz. Mana bu qiz aespa guruhi a'zosi Giselle. Bir qarasangiz hech qanday g'alati narsa yo'q, lekin Giselle debyutdan oldin mana bunday bo'lganini hisobga olsak, savollar paydo bo'ladi. 2020-yildan beri u doim aespadagi boshqa qizlar bilan taqqoslanib kelgan. Uni xunuk deb atashgan, keyinchalik esa tashqi ko'rinishidagi o'zgarishlar har doim internetda mavzu bo'lgan. Mart oyida yana bir nechta yuzdagi o'zgarishlardan so'ng ayrim internet foydalanuvchilari uning yuzini hatto velosiped o'rindig'iga o'xshatishdi. Tasavvur qiling, avval sizni go'zallik standartlariga yetarlicha mos kelmaganingiz uchun muhokama qilishadi. Keyin tashqi ko'rinishingiz o'zgaradi, ammo tanqid tugamaydi. Endi sizni haddan tashqari o'zgarganingiz uchun masxara qilishadi. ITZY guruhining a'zosi Cheryon tashqi ko'rinishi eng shafqatsiz muhokama qilingan yana bir idollardan biri. U bolaligidan K-pop sanoatida o'z o'rni uchun kurashgan, tanlovlarda qatnashgan, yillar davomida treyni bo'lgan va nihoyat ITZY tarkibida 2019-yilda debyut qilgan. Ammo uning iste'dodi va mehnat haqida gapirish o'rniga internetdagi ko'plab odamlar bir narsaga yopishib olgandi. Uning yuzini xunuk deb atashdi, u idollikka mos kelmaydi deyishdi, uning burni va yuz tuzilishini masxara qilishdi. Har bir video, har bir post ostida minglab yovuz kommentariyalar bo'lardi. Cheryonning yoshi esa atiga 19 bo'lgan. Vaziyat shu darajaga yetdiki, uning oyisi heyterlarga shunday gaplar aytdi. Siz Cheryonga og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan gaplarni aytyapsiz. U endigina debyut qildi. U mening farzandim, u men uchun hamma narsadan qadrliroq. U sizning nazaringizda chiroyli emasdir, shuning uchun siz uni pastga uryapsiz. Agar u tanqidga loyiq ish qilgan bo'lsa, uni tanqid qilishingiz kerak, lekin siz 19 yoshli qizni faqat uning tashqi ko'rinishi uchun hukm qilyapsiz. Mening farzandim shunchalik tanqid qilinayotganidan men juda xafaman. Cheryon mehribon inson. Siz uni yoqtirishingiz shart emas, lekin shunchaki bolamga zarar yetkazmang, sizdan iltimos qilaman. Natijada katta bosim ostida Cheryon ham go'zallik standartlarining qurboniga aylandi. To'g'ri, K-pop bu go'zallik standartlarini yaratmagan, lekin ularni ekstremal darajaga olib chiqqan bu ayni K-pop bo'ladi. Kelajakda idol bo'lish uchun bolalar 10, 11, 12 yoshida kompaniyalarga treyni, ya'ni stajyor sifatida qabul qilinadi. Ular yillar davomida qo'shiq aytish, raqs, chet tillari, kamera oldida o'zini tutishni o'rganadi. Ammo trening faqat iste'dod bilan cheklanmaydi. Tashqi ko'rinish katta rol o'ynaydi. Kompaniya sizga qanday kiyinishni, qanday obrazda chiqishni, omma oldida o'zingizni qanday tutishni belgilaydi. Ba'zi sobiq treyni va idollar muntazam vazn o'lchash, qattiq diyetalar va tashqi ko'rinishni o'zgartirish bosimi haqida gapirgan. Kosmetik muolajalar va plastik jarrohliklar masalasida ham kompaniya bosimi haqidagi hikoyalar mavjud. Albatta, har bir kompaniya va har bir idolning tajribasi bir xil emas, lekin bitta narsa aniq. Bu industriyada ko'rinish sizning karyerangizning bir qismiga aylanadi. Chunki idol bu qo'shiqchi emas, idol bu sotilishi mumkin bo'lgan obraz. Sizning sochingiz, makiyajingiz, kiyimingiz, sahnadagi xarakteringiz, intervyuda qanday gapirishingiz, bularning barchasi bitta umumiy imijga moslashtiriladi. Ba'zi idollarga cute, boshqalarga sexy, cool yoki boshqa obraz beriladi. Endi bunga K-popning shafqatsiz raqobatini qo'shing. Minglab treyni orasida faqat bir nechtasi debyut qiladi. Debyut qilganlarning ham juda oz qismi mashhur bo'ladi. Pozitsiyalarni ham unutmaylik. Guruhda asosiy vokalist, asosiy raqqos, rapper va yana alohida visual bor. Ya'ni tashqi ko'rinishi kompaniya yoki industriya standartlariga eng ko'p mos keladigan a'zo. Agar kompaniya ozishing kerak, yuzingning mana bu qismi kamerada yaxshi ko'rinmayapti, burningni kichraytirishing kerak desa, yosh treynilar bunga qanchalik erkin yo'q deya oladi. Bitta gap bilan standartlarga to'g'ri kelmasangiz, orzungiz bilan xayrlashishingiz mumkin, lekin bu standartlar o'zi qanday? Koreyaning ideal obrazi deyilganda ko'pchilik oppoq teri, ozg'in tana va katta ko'zlarni tasavvur qiladi. Aslida esa go'zallik standartlari bundan ancha murakkab. Yuzning o'lchami uchun alohida standart bor, jag'ning shakli uchun alohida, ko'z, burun, teri, bo'y, vazn va tana proporsiyasi deyarli har bir detalning o'z ideali mavjud. Va eng qiyini, bu xususiyatlarning barchasi bitta insonda bir vaqtning o'zida uchrashi kutiladi. K-beauty'ning birinchi va eng muhim talablaridan biri bu kichik yuz. Ozg'in emas, balki yuzni bosh va tana bilan solishtirganda o'lchami kichik bo'lishi. Shu sababli K-pop idollari haqida gap ketganda uning yuzi juda kichkina degan jumla haqorat emas, aksincha katta kompliment hisoblanadi. Masalan, internetda NMIX guruhi a'zosi Solyun va aespadagi Karin o'rtasida kimning yuzi kichikroq bo'lgani haqida so'rovnoma o'tkazilgandi.
Aydollarning yuzini disk, telefon, maska va boshqa narsalar bilan solishtiradigan videolarni ham ko'rishimiz mumkin. Kichik yuz tanani uzunroq, boshni esa tana proporsiyasiga nisbatan ixchamroq ko'rsatadi. Natijada inson balandroq va nozikroq ko'rinadi. Keyingi talab V-line, ya'ni pastga qarab ingichkalashib boradigan V shaklidagi yuz. Koreya go'zallik idealida keng yoki kvadrat jaxt uzoq vaqt davomida standartga mos kelmagan. Aksincha, yuzning pastki qismi asta-sekin torayib, iyak kichik va aniq ko'rinishi kerak. Shunda yuz old tomondan qaraganda V harfiga o'xshaydi. Bu ideal shu qadar mashhurki, V-linening o'zi alohida beauty terminga aylangan. V-line maskalar, yuzni kichraytiruvchi massajlar, botoks va nihoyat jaxt konturini o'zgartiruvchi operatsiyalar. K-popda esa bu standart haqida gap ketganda ko'pchilikning xayoliga SM Entertainment keladi. Internetda hatto SM Jawline degan norasmiy ibora ham bor. Chunki kompaniyaning turli avlodlaridagi ko'plab idollari kichik yuz, ingichka pastki jaxt va aniq V-line bilan tanilgan. Girls' Generation'dagi Taeyonni bir eslaylik. aespaga yana bir bor qaytsak, guruhning debyutidan boshlab Karina o'zining AI visuali bilan e'tibor tortgan, ya'ni u sun'iy intellekt, qandaydir robotga o'xshardi. Lekin yillar o'tib Karinaning jag'i borgan sari o'zgarib ketdi va oxir-oqibat muxlislar eski Karinani tanimay qolishdi. Albatta u Jizelga yetmaydi, lekin ko'rinishida bo'lgan o'zgarishlarni barcha tan olsa kerak va bu faqat idollar bilan sodir bo'lmaydi. Masalan, 2025-yilda SM Entertainment o'z treynilarini tanishtirganda JJ ismli bola barchani e'tiborini tortdi. Chunki oldin u mana bunday ko'rinishga ega edi. Uning yangi rasmlarini ko'rib, internet foydalanuvchilari u ham V-shaped operatsiyani boshdan kechirdi deb fikr bildirdi. So'nggi yillar Koreyada yana bir g'alati standart paydo bo'ldi. Bu quloq fillerlari va quloq shaklini o'zgartiruvchi kosmetik muolajalar. Bizda ba'zan tashqariga chiqib turgan quloqlarni shalpan quloq deb masxara qilishlari mumkin. Koreya va Xitoy beauty trendlarida esa aksincha quloqlarni bunday ko'rinishi yuzni kichikroq va yoshroq ko'rsatishi mumkin degan estetika ommalashdi. Ya'ni odamlar oldin yashirishga harakat qilgan xususiyatlarini hozir sun'iy ravishda yaratishmoqda. Ko'zlarga ham alohida standart. Ular katta va ochiq bo'lishi kerak. Bugungi video uchun sezgan bo'lsangiz, mana rangli linzalar taqib chiqdim. Buning uchun double eyelid, ya'ni yuqori qovoqda estetik skladkalar mavjud bo'lishi kerak. Lekin Koreya aholisining ko'pi monolit, ya'ni qovoq skladkasi ko'rinmaydigan ko'zlarga ega. Monolit ko'zlari bilan mashhur va juda chiroyli deb hisoblanadigan yulduzlar ham bor. Masalan, EXO guruhining a'zosi Sumin, ITZYdagi Yeji, Red Velvet'dagi Silgi. Lekin katta ko'zlar uzoq vaqt davomida dominant ideal bo'lib kelgan. Blefaroplastika operatsiyasi esa yiliga 200 ming marta bajariladi degan statistika bor. Agar Koreya go'zallik standartlariga qiziqsangiz yoki make-up videolarini ko'rsangiz, mana bu narsa nimaligini bilsangiz kerak. U koreys tilida aegyosal deb ataladi va yuzni yoqimtoyroq va yoshroq ko'rsatadi. Ya'ni maqsad yosh, beg'ubor va jonli ko'rinadigan ko'zlar va aynan shu yerda Koreya go'zallik idealining yana bir muhim xususiyatiga kelamiz. Yosh ko'rinish. Koreya va Sharqiy Osiyoning ayrim beauty trendlarida shunchaki chiroyli bo'lish yetmaydi. Yuz imkon qadar yosh, beg'ubor va yoqimtoy ko'rinishi kerak. Katta ko'zlar, kichik yuz, aegyosal bularning barchasi yuzga yoshroq ko'rinish berishi mumkin. Hatto barcha K-pop muxlislar yaxshi ko'radigan aegyo ham rostini aytsak o'zini boladek tutish. 떼동이 티즈 보고 나도 돼요. 떼동이 티즈 보고 나도 돼요. 호동이한테 할 말이 있는데. 나한테? 응. 큰일 났다. 우리가 오랜만에 왔잖아. 근데 솔직히 치즈김밥? 에라는 싫어. 똥만이가 안에 뜨면 좋겠도. 모를 박 불사르니 나발이니 개소리는 안에 뜨면 좋겠도 힝. 응? 2 yilcha oldin internetda Miao Miao Ball ismli influencer trend bo'lgan edi. Bu qiz xitoylik, uning yuzining har bir qismi bo'rttirilgan karikatura yoki plastik jarrohlik yuziga o'xshaydi. Ko'zlari va quloqlari katta, ovozini esa o'zingiz bir eshiting. 是刚满18岁的喵喵强。他说什么？人家刚满18岁。
Yana bir qo'rqinchli misol bu avstriyalik influencer Lisa Yo. Uning eski va hozirgi suratlarini yonma-yon qo'ysangiz, o'zgarish juda keskin. U kosmetik muolajalar, teri uchun lazer protseduralari va K-beauty uslubidan foydalanish haqida kontent yaratgan. Uning tashqi ko'rinishi esa internetda katta bahslarga sabab bo'lgan. Standartlar haqida gaplashishni davom etsak, burunni aytib o'tishim shart. Ideal burun odatda yuzga nisbatan kichik va ingichka ko'rinishi, burun ko'prigi esa biroz balandroq va sezilarliroq bo'lishi kerak. Ammo tabiiy burun bu idealga mos kelmasa-chi? Rinoplastika, ya'ni burun operatsiyasida ba'zi hollarda shifokorlar burunni qayta shakllantirish uchun bemorning o'z tanasidan tana olishi mumkin. Masalan, burun uchini shakllantirish uchun quloqdan bir qism olishlari mumkin. Murakkab operatsiyalarda esa hatto qovurg'aning bir qismidan foydalanilishi mumkin. YouTuber Safiya Li Koreyada rinoplastika qilganida uning qulog'idan suyak qismi olingani haqida gapirib bergandi. You see that? They took the bone out of my ear and they put it in my nose. Janubiy Koreyada lukizm insonning tashqi ko'rinishiga qarab uning qadrini, imkoniyatlarini yoki hatto professional salohiyatini baholash jiddiy muammo bo'lib keladi. Tashqi ko'rinish ishga kirish jarayonida ham ahamiyatga ega. Ishga rezyume jo'natganingizda unda doim rasmingiz bo'lishi kerak. Biz Koreya seriallarida ko'radigan bullying, maktabda kimnidir tashqi ko'rinishi, vazni yoki boshqalardan farq qilgani uchun masxara qilish, kamsitish va bezorilik qilish shunchaki serial uchun o'ylab topilgan mavzu emas. Agar hatto Giselle yoki Cheron kabi dunyoga mashhur idollarni millionlab odamlar bemalol xunuk deb atay olsa, tasavvur qiling. Mashhurlik, stilistlar va professional make-up jamoasi siz yashaydigan oddiy inson bu standartlarga mos kelmasa qanday bosimni his qilishi mumkin? Oldin rosta vorislar va shunga o'xshagan koreys dramalarni ko'rganimda bu hammasi nereal, Koreyada bunday bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Lekin hozir statistikaga qarab va Koreyadagi standartlar qanday ikkiyuzlamachiligini bilib, bu hammasi real hayotdan olinganligini tushunib yetdim. Aytgancha 10 yilcha oldin Lee Min Ho'ni muxlisi bo'lgan bo'lsangiz, uni City Hunter nomli dramasini ko'rgan bo'lsangiz kerak. U yerda asosiy rolni ijro etgan aktrisa Park Min-yoon plastik jarrohlik protseduralarini boshdan kechirganini ochiq-oydin tan olgan. Ko'plab idollar jarrohlik haqida umuman gapirmasligini hisobga olsak, at least buni tan olish ham juda katta narsa deb o'ylayman. Xuddi shu yerda SM Entertainmentning yangi qizlar guruhi Hearts to Hearts haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Bu hate emas, lekin ularni birinchi marta ko'rganimda menda what the hell reaction bo'ldi, chunki ular bir-biriga juda ham o'xshaydi va ularni ajratib olish juda ham qiyin. Ha, bir qaraganingizda hammasi bir xil. Qani bir-biridan farq qilib turadigan, har birining o'ziga xos ko'rinishi bor qizlar. Girls' Generation'da ham, FX'da ham, Red Velvet'da ham, aespada ham qizlarni bir-biridan ajratib olish qiyin bo'lmagan edi. Lekin ayni bir xillik tufayli Hearts to Hearts'ning ijodiga menda umuman qiziqish paydo bo'lmadi. O'zi Koreya musiqasida birinchi, ikkinchi, uchinchi avlod idollari bir-biridan ancha farq qilardi. Soch turmaklari, stili bilan, lekin so'nggi 4 va 5 avlodlarda standartlar ekstrem bo'lib ketdi. Hozir go'zallik talantdan ustunroq turadi. Qiz guruhlarini ham, yigit guruhlarini ham bir-biridan ajratish qiyinlashib ketyapti. Siz Hearts to Hearts'ni o'zi kuzatib borasizmi? Mening fikrim bilan qo'shilasizmi? Ularning ijodi haqida fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda bo'lishing. Aytgancha vaqtdan foydalanib sizlarni Telegram kanalim va Instagram sahifamga taklif qilaman. Agar Gollivud yangiliklarini birinchilardan bo'lib kuzatib borishni istasangiz, havola ekranda va video opsiyasida bo'ladi. Va yana videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmadingiz degan umiddaman. Oldindan rahmat. Koreyadagi muolajalarga qaytsak, Seul, ayniqsa Kannam hududi plastik operatsiyalar markaziga aylangan. Bu yerda klinikalar shu qadar ko'pki, yuzni o'zgartirish turizmga aylangan. Masalan, 2024-yilning o'zida Janubiy Koreyaga deyarli 1 millionta turist tibbiy maqsadda tashrif buyurgan. Ulardan ko'plari dermatologiya hamda plastik jarrohlik klinikalarida konsultatsiya yoki davolanish olgan. 2025-yilda esa tibbiy turistlar soni 2 milliondan oshgan. Koreyada estetik va boshqa tibbiy xizmatlarni taklif qiluvchi klinikalar o'rtasida kuchli raqobat mavjud. Ayrim mashhur Kannam klinikalari bir kunda 100 ga yaqin xorijiy mijozlarni qabul qilishi mumkin. Bu yerda plastik jarrohlik qandaydir uyat qiladigan va yashiradigan narsa emas. Ba'zi hollarda ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetish vaqtiga plastik jarrohlik kuponlarini sovg'a qilishi ham mumkin. Operatsiyani boshdan kechirish ham cho'zilib ketmaydi. Siz konsultatsiyaga borasiz, yuzingiz tahlil qilinadi, qaysi qismlarni o'zgartirish mumkinligi aytiladi
beriladi va sizga turli protseduralar taklif qilinadi. Bir inson men faqat burnimni o'zgartirmoqchiman deb kirib, bir nechta boshqa muammolarni ham topib chiqib ketishi mumkin. Keyingi go'zallik standarti bu teri. U silliq, namlangan va deyarli teksturasiz ko'rinishi kerak. Biz bugun glass skin deb biladigan estetika aynan mana shu teri obrazining ekstremal darajada mashhur bo'lgan versiyasidir. Ammo oddiy inson terisida poralar, akne, pigmentatsiya, ajinlar va hokazolar bo'lishi mumkin. Teri rangi esa qancha oq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bunga tarixiy sabablar mavjud. Qadimda oddiy insonlar quyosh ostida ish qilganida qorayib ketishgan. Zodagonlar esa uydan ko'p chiqishmagan va tanalari oq bo'lgan. Shu sababli och rangli tana boylik belgisi hisoblangan. Zamonaviy beauty industriyasi bu idealni yangi mahsulotlar, reklama va mashhurlar orqali yanada kuchaytirib yuborgan. K-popdagi kamida 80% idollar yuzini oqartirish protseduralarini boshdan kechirgan. Masalan, Blackpink a'zolari, men muxlislik qiladigan IU, NCT guruhidagi Hechan va boshqalar. Sizlarda ko'proq misollar bo'lsa, albatta izohlarda bo'lishing. So'nggi standart qilib tanani aytib o'tishim kerak. Agar boshqa davlatlarda hourglass, pisochniy chisi figura idealga aylangan bo'lsa, Koreyada nozik siluet ustun bo'lib kelgan. Ingichka bel, nozik qo'l va oyoqlar, tekis qorin, kichikroq umumiy tana hajmi va ayniqsa K-pop dunyosida kamerada nozik ko'rinadigan figura. Bu yerda muammo ozg'in bo'lish chiroyli hisoblanadi degan oddiy fikrdan boshlanib, ba'zida sog'lom tana ham yetarlicha ozg'in emas deb baholanishigacha boradi. Masalan, bo'yingiz 165 cm bo'lsa, 55 kilo bo'lish bu oddiy insonlar uchun norma. Lekin ayol idollar orasida 50 kilodan oshib ketish bu katastrofa. Bir necha oy oldin Espa guruhining a'zosi Ninnindan translyatsiya vaqtida uning vazni haqida savol berishdi. Uning bo'yi 161 cm bo'lganini hisobga olib, barcha izohlarda 50 kilo atrofida raqamlar berdi. Lekin idol mening vaznim 41 kilo deb barchani shokka soldi. 인식하기 전에 42였어요. 그쵸, 기억나죠? 맞어. 근데 다시 그 땀 빼니까 41 됐어요. Lisa hozir sog'lom ko'rinishga ega bo'lganiga qaramay, uni ham debyut vaqtlaridagi vaznini bir eslaylik. Chon Somi va Ididagi Ryujinni ham aytib o'tishim shart. Somi IOI davrida o'ziga xos yuz tuzilishi va tabiiyroq qomati bilan ajralib turardi. So'nggi yillarda esa uning sezilarli darajada ozib ketgani ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Ryujinni ko'rsam esa shaxsan mening jahlim chiqadi. Vanna B davrida uning qomati sog'lom ko'rinardi. Hozirgi ayrim surat va videolarda esa oyoqlari shu qadar ingichka ko'rinadiki, internetda uning vazni haqida xavotir bildiradiganlar ham ko'payib ketdi. Bunga kim aybdor? Albatta vazn bilan obsessed bo'lgan va internetda hate tarqatadigan insonlar. K-popdagi vazn bosimining qanchalik ekstremal bo'lishi mumkinligini tushunish uchun Twice'ning a'zosi Momo hikoyasini ham bir eslaylik. Momo treyni bo'lganida JYP Entertainment unga juda qisqa vaqt ichida sezilarli vazn tashlash kerakligini aytgan. Idolning aytishicha 7 kilo tashlash uchun faqat muz bo'laklarini yegan va mashq qilgan. Idol ertasi kuni uyg'onmay qolishdan qo'rqqanman degan. K-pop yulduzlari comeback oldidan ovqatlanishni keskin kamaytirgani, kuniga juda oz miqdorda ovqat yegani yoki kamera oldida ozg'inroq ko'rinish uchun qisqa vaqt ichida vazn tashlagani haqida qayta gapirib kelgan. IUning mashhur bo'lib ketgan ekstremal diyetasi, Joyning keskin vazn tashlash tajribasi va boshqa idollarning ochlikka yaqin rejimlari internetda Idol Diet nomi bilan oddiy odamlar tomonidan ham takrorlana boshladi. Agar xudo asrasin qaysidir idol biroz vazn yig'sa, internetda uni har bir kilo uchun hate qiladigan ahmoqlar Koreyada juda ko'p. Masalan, Twice guruhidagi Chonyeon sog'liq muammolari tufayli semirib ketganda internetda uni barcha hate qilib, u guruhni orqaga tortyapti, standartlarga to'g'ri kelmayapti deb fikr bildirgandi. Bunga kim aybdor? Faqat kompaniyalarmi? Idol 1 kilogramm vazn olsa, uni semirib ketdi deb masxara qiladigan o'sha internet foydalanuvchilarimi? Uning tanasini har bir rakursdan suratga olib tahlil qiladigan mediami? Yoki bu qomatlarni ideal sifatida sotadigan butun bir industriya? Menimcha muammo plastik jarrohlikning o'zida emas. Agar kimningdir ozgisi kelsa, bu uning tanasi. Agar kimdir yana nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsa, bu uning xohishi. Lekin Koreyada butun bir jamiyat sizga avval sen yetarlicha chiroyli emassan deb, keyin esa o'zingizni o'zgartirish uchun yuzlab usullarni sotayotgan bo'lsa, bu shaxsiy tanlov emas, bu bosim bo'lsa kerak. Va eng qiyin
Ya'ni bunday standartlardan chiqib ketish uchun bitta idolning men o'zimni qabul qilaman deyishi yetmaydi. Chunki muammo bitta odamda emas. Bu qarashlar yillar davomida jamiyatga singib kelgan. Balki buni butunlay o'zgartirish uchun yillar kerak bo'lar. Lekin bu standartlarning bittasidan ham voz kechish va ramkalardan asta-sekin chiqish yaxshi start bo'lardi. Shu yerda biroz shaxsiy fikrimni ham qo'shib o'tib ketmoqchiman. Bir vaqtlar Koreyada yashash juda zo'r, idollar esa deyarli ideal hayot kechiradi deb o'ylardim. Lekin bu sanoatni yildan yilga ko'proq kuzatganim sari uning ortida qanchalik qo'rqinchli muammolar borligini ham tushuna boshladim. FX'ning sobiq a'zosi Solli yillar davomida duch kelgan shafqatsiz onlayn heyt va o'z joniga qasd qilishi, Sasenlarning idollar hayotiga qay darajada aralashishi, tashqi ko'rinish bo'yicha doimiy bosim. Bugun gaplashgan narsalarimiz bu katta muammoning faqat bir qismi xolos. Umuman Koreya pop madaniyatida biz birinchi qarashda ko'rmaydigan qorong'u tomonlar juda ham ko'p. Agar istasangiz keyingi videolarning birida balki Sasenlar, idollarga bo'lgan bosim va shu kabi qorong'u tomonlar haqida gaplashamiz. Kanal K-pop tematikasiga ko'p kirib ketmaydi, lekin takliflar bo'lsa baribir izohlarda yozib qoldiring, kutib qolaman. Bugunga shu do'stlar, video haqida qanday fikrdasiz? Barchasi sizga yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.